Pensiyani kartaga oladigan pensionerlar. Bu ma'lumot siz uchun juda muhim. Men bugun oddiy ko'ringan, lekin amalda ko'pchilikning puliga, pensiya vaqti tushishiga, bank kartasi bloklanishiga va hatto pensiya to'lovining kechikishiga sabab bo'ladigan masalani tushuntirib beraman. Agar siz pensiyani plastik kartaga olayotgan bo'lsangiz yoki ota-onangiz, buyingiz, bobongiz pensiyani kartaga olayotgan bo'lsa, bu videoni oxirigacha diqqat bilan eshiting. Chunki bitta noto'g'ri harakat, bitta e'tiborsizlik. Bitta muddatni o'tkazib yuborish pensionerning o'z pulini vaqtida ololmasligiga olib kelishi mumkin. Men bu mavzuni oddiy tilda, hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot faqat bitta pensionerga emas, deyarli har bir oilaga tegishli. Avval ko'pchilik pensiyasini naqd pul shaklida olardi. Mahallaga yoki uyga pochta xodim kelardi. Pensioner imzo qo'yib pulni olardi. Bunday tartibda pensionerning shaxsan borligi yoki uyda ekanligi ko'proq ahamiyatli edi. Albatta bu usulda ham muammolar bo'lgan. Kimdir uyda bo'lmay qolgan, kimdir pulni olish uchun navbat kutgan, kimdir pochta kelishini kutib o'tirgan. Lekin pensioner pulni qo'lga olgandan keyin undan foydalanish juda sodda edi. Hozir esa ko'pchilik pensiyani bank kartasiga olyapti. Bu qulay, pul kartaga tushadi, do'konda to'lash mumkin. Bankomatdan naqd yechish mumkin. Farzandlar masofadan yordam berishi mumkin. Kommunal to'lovlarni ham kartadan amalga oshirish mumkin. Lekin qulaylik bilan birga yangi talablar ham paydo bo'ladi. Kartaning muddati tugashi mumkin. Karta yo'qolishi mumkin. PIN kod unutilishi mumkin. SMS xabarnoma ishlamasligi mumkin. Bank ilovasidan foydalanishda xatolik bo'lishi mumkin. Eng muhimi, pensionerning shaxsini tasdiqlash va pensiya oluvchi tirikligi bo'yicha tekshiruvlar bo'lishi mumkin. Men ko'p ko'radigan holat shuki, pensioner pensiya kartasini oladi, keyin bir necha yil unga e'tibor bermaydi. Karta muddati qachon tugashini bilmaydi. Bankdan kelgan SMSni o'qimaydi. Telefon raqami o'zgargan bo'lsa ham bankka aytmaydi. Natijada pensiya tushgan bo'lsa ham undan foydalana olmay qoladi. Yoki bank kartasida muammo chiqadi. Lekin pensioner pensiya jamg'armasiga borish kerakmi? Bankka borish kerakmi? Mahallaga murojaat qilish kerakmi? Bilmay sarson bo'ladi. Bugungi o'zgarishlarning asosiy ma'nosi shuki, pensiya to'lovi tobora elektron tizim orqali nazorat qilinadi. Pul avtomatik tushadi, lekin ma'lumotlar ham avtomatik tekshiriladi. Agar hujjatlarda, yashash joyida, bank kartasida, telefon raqamida yoki shaxsiy ma'lumotlarda nomuvofiqlik bo'lsa, pensioner o'z vaqtida choralar ko'rmasa, pulni olishda kechikish bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har bir pensioner bilishi shart bo'lgan narsalarni birma-bir tushuntiraman. Birinchi masala, pensiya kartaga tushganida bu pul avtomatik ravishda xavfsiz degani emas. Karta ham hujjat kabi ehtiyot qilinishi kerak. Karta raqamini hammaga aytish shart emas. PIN kodni hech kimga bermaslik kerak. Telefon orqali bankdamiz deb qo'ng'iroq qilganlarga kod aytmaslik kerak. Ayniqsa yoshi katta insonlarga firibgarlar ko'p qo'ng'iroq qiladi. Ular pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun kodni ayting. Kartangiz yangilanganida kompensatsiya tushiramiz, davlatdan yordam puli bor deb aldashi mumkin. Men aniq aytaman, bank xodimi ham, pensiya jamg'armasi xodimi ham sizdan telefon orqali SMS kod, PIN kod yoki karta orqasidagi maxfiy raqamni so'ramaydi. Masalan, oltin taxsi yoshli pensioner onaxonning kartasiga har oy 20 million 200 ming so'm pensiya tushadi. Unga kimdir qo'ng'iroq qilib, sizga qo'shimcha 600 ming so'm yordam puli chiqdi. SMS kodni ayting deydi. Onaxon ishonib kodni aytsa, firibgar kartadagi pulni boshqa hisobga o'tkazib yuborishi mumkin. Keyin bankka borib arz qilish mumkin, lekin pulni qaytarish har doim ham oson bo'lmaydi. Shuning uchun birinchi qoida, kodni hech kimga aytmaysiz, kartani hech kimga bermaysiz. Shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, telefonni qo'yib, o'zingiz bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qilasiz. Ikkinchi masala, karta muddati. Har bir bank kartasining amal qilish muddati bor. Odatda kartaning old tomonida oy va yil yozilgan bo'ladi. Masalan, 1926 deb yozilgan bo'lsa, bu karta 2026 yil sentyabr oyigacha amal qiladi. Agar muddat tugasa, pensiya hisobga tushgan bo'lishi mumkin, lekin kartadan foydalanishda muammo bo'ladi. Ba'zan bank yangi kartani oldindan chiqaradi. Ba'zan pensionerning o'zi borib almashtirish kerak bo'ladi. Shu sababli men har bir pensionerga aytaman, kartangizdagi muddatni hozir tekshirib qo'ying. Agar muddat tugashiga 2 oy qolgan bo'lsa, oxirgi kunga qoldirmang. Masalan, otaxonning kartasi 2025 yil mart oyida tugaydi.
U mart oyining oxirigacha kutadi. Pensiya tushgan kuni bankomatga boradi, lekin karta ishlamaydi. Keyin bankka boradi, navbat kutadi, yangi karta tayyor bo'lishi uchun vaqt ketadi. Shu orada dori olish kerak, kommunal to'lov qilish kerak. Uyda naqd pul yo'q. Bunday vaziyatning oldini olish juda oson. Muddat tugashidan oldin bankka borib, kartani yangilatish kerak. Uchinchi masala telefon raqami. Ko'p pensionerlar kartani bir telefon raqamiga ulatadi. Keyin raqam yo'qoladi. Sim karta ishlamay qoladi yoki farzandining raqami o'zgaradi. Bankdagi SMS xabarnoma eski raqamga boraveradi. Natijada pensioner pul tushganini bilmaydi. Internet bankka kira olmaydi, kod kelmaydi. Agar siz telefon raqamingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, albatta bankka boring va kartaga ulangan raqamni yangilang. Bu mayda ishdek ko'rinadi. Lekin keyinchalik juda katta muammoning oldini oladi. 4-masala, pensiya oluvchi shaxsning ma'lumotlari to'g'ri bo'lishi kerak. Pasport yoki ID karta almashtirilgan bo'lsa, familiya, ism, tug'ilgan sana, yashash manzili, ro'yxatdan o'tgan joy kabi ma'lumotlar tizimlarda mos bo'lishi kerak. Ba'zan pensioner ID karta oladi, lekin bankdagi ma'lumot eski pasport bo'yicha qoladi. Ba'zan yashash joyi o'zgaradi, lekin pensiya jamg'armasiga xabar berilmaydi. Bunday holatlar to'lovni darhol to'xtatadi deb aytish noto'g'ri bo'ladi. Lekin tekshiruv paytida savol tug'dirishi, qo'shimcha hujjat so'ralishi yoki to'lovni kechikish bo'lishi mumkin. Eng avvalo, kartasining muddati tugashiga yaqin qolgan pensionerlar albatta e'tiborli bo'lishi kerak. Karta ishlayotgan bo'lsa ham, muddati tugasa, keyingi oy muammo chiqishi mumkin. Men tavsiya qilaman, kartaning old tomoniga qarang. Amal qilish muddatini yozib oling, farzandlaringizga ham ayting. Agar ko'zingiz yaxshi ko'rmasa, yaqinlaringizdan tekshirtiring. Ikkinchi guruh uzoq vaqt bank kartasidan foydalanmagan pensionerlar. Masalan, pensiya kartaga tushadi. Lekin pensioner pulni o'zi yechmaydi. Farzandi yechib beradi. Yoki karta uyda turadi. Pensioner naqd pulni boshqadan oladi. Bunday holatda karta bloklanib qolgan bo'lishi, PIN kod unutilgan bo'lishi, karta shikastlangan bo'lishi mumkin. Ayniqsa, pensioner o'zi mustaqil bankka bormagan bo'lsa, keyinchalik muammo chiqqanda ko'proq qiynaladi. 3-guruh boshqa viloyatga, boshqa tumanga yoki chet elga uzoq muddatga ketgan pensionerlar. Pensiya tayinlangan joy va yashash joyi o'zgarganda tegishli idoralarga xabar berish kerak bo'ladigan holatlar mavjud. Agar pensioner vaqtincha farzandinikida yashayotgan bo'lsa, bu odatda oddiy holat. Lekin doimiy yashash joyi o'zgarsa, ro'yxat masalasi, pensiya ishi qaysi hududda yuritilishi kabi savollar paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun manzil o'zgarganda pensiya jamg'armasining hududiy bo'limidan maslahat olish kerak. 4-guruh nogironlik pensiyasi oluvchilar. Chunki ayrim hollarda nogironlik muddati qayta tibbiy ko'rik, hujjatlarning amal qilish davri muhim bo'ladi. Agar nogironlik muddasiz belgilanmagan bo'lsa, qayta ko'rik sanasini unutmaslik kerak. Aks holda pensiya to'lovi bo'yicha savollar tug'ilishi mumkin. Men bu yerda aniq sanalarni har bir kishining hujjatiga qarab tekshirish kerakligini aytaman. Chunki hammaning holati bir xil emas. 5-guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Bunday pensiya ko'pincha farzandlar, o'quvchilar, talabalar bilan bog'liq bo'ladi. O'qish davom etyaptimi, yosh chegarasi o'tdimi? Ta'lim muassasasidan ma'lumotnoma kerakmi? Bularni nazorat qilish zarur. Masalan, bola 15 yoshga to'ldi, lekin kollej yoki universitetda o'qiyapti. Ayrim holatlarda o'qish haqidagi ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Agar o'z vaqtida taqdim etilmasa, to'lovda uzilish bo'lishi ehtimoli bor. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar sizning kartangiz muddati yangi bo'lsa, telefon raqamingiz ishlayotgan bo'lsa, bank SMSlari kelayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz yangilangan va pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, har oy pensiya o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, sizda hozircha jiddiy xavotirga asos yo'q. Lekin baribir yiliga kamida bir marta kartangizni, hujjatlaringizni va telefon raqamingizni tekshirtirib qo'yishingiz kerak. Birinchi misol. 72 yoshli otaxon har oy 1.500.000 so'm pensiya oladi. Kartasi o'g'lida turadi. O'g'li bankomatdan pul yechib beradi. Bir kuni o'g'li boshqa shaharga ketadi. Otaxonning o'zi pul olmoqchi bo'ladi. Bankomat PIN kod so'raydi, otaxon bilmaydi. 3 marta noto'g'ri kiritadi va karta vaqtincha bloklanadi. Endi otaxon bankka borishi, shaxsini tasdiqlashi, PIN kodni yangilash kerak bo'ladi. Bu yerda asosiy xato shuki, pensioner o'z kartasining asosiy ma'lumotlarini bilmagan. Men tavsiya qilaman, karta kimdadir tursa ham, pensionerning o'zi PIN kodni yodda saqlashi kerak.
lekin qog'ozga yozib kartaning yonida olib yurmasligi kerak. Ikkinchi misol, 65 yoshli ayol pensiyasini kartaga oladi, lekin telefon raqami nevarasining nomida. Nevara boshqa operatorga o'tadi. Eski raqam yopiladi. Bankdan kod kelmaydi. Ayol mobil ilovaga kira olmaydi. Bank xodimi esa raqamni faqat shaxsi murojaat orqali almashtirish mumkinligini aytadi. Pensioner bankka borishga majbur bo'ladi. Agar telefon raqami o'z vaqtida yangilanganida bu muammo bo'lmas edi. Uchinchi misol. Nogironlik pensiyasi oluvchi fuqaro tibbiy ko'rik muddatini o'tkazib yuboradi. U pensiya kartaga tushaveradi deb o'ylaydi. Lekin hujjat muddati tugagani uchun to'lov bo'yicha savollar paydo bo'ladi. Keyin u tibbiy komissiyaga boradi, hujjatlarni qayta rasmiylashtiradi, lekin vaqt yo'qotadi. Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l nogironlik hujjatidagi muddatni oldindan tekshirish va muddat tugashidan avval tegishli tibbiy muassasaga murojaat qilish. 4-misol. Pensionerning kartasiga har oy 20 million ming so'm tushadi. U bankomatdan 1 million so'm yechadi, 100 ming so'm qoldiradi. Bir necha oy davomida kartada 405 ming so'm yig'iladi. Firibgar qo'ng'iroq qilib, kartangiz bloklanadi, tasdiqlash kodini ayting deydi. Pensioner kodini aytadi va kartadagi qoldiq yechib olinadi. Bu misolda zarari faqat bir oylik pensiya emas, yig'ilib qolgan pul ham ketadi. Shuning uchun kartada katta mablag' saqlayotgan pensionerlar yanada ehtiyot bo'lishi kerak. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarni aytaman. Birinchidan, pensiya kartaga tushmasa darhol pensiyam to'xtadi deb xulosa qilish kerak emas. Ba'zan bank tizimida kechikish bo'ladi. Ba'zan dam olish kuni yoki bayram kunlari ta'sir qiladi. Ba'zan bank hisobida texnik muammo bo'ladi. Lekin agar odatda pensiya 10 sana tushsa, 2-3 kun o'tib ham tushmasa, kutib o'tirmang. Avval bankdan hisobingizga pul kelmaganini tekshiring. Agar bank pul kelmagan desa, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Ikkinchidan, karta yo'qolsa, pensiya yo'qoladi degani emas. Karta faqat pulga kirish vositasi. Hisobingiz bankda qoladi. Lekin karta yo'qolganini darhol bankka aytib bloklatish kerak. Aks holda kimdir kartadan foydalanishga urinishi mumkin. Bank kartani bloklaydi, keyin yangi karta chiqaradi. Pensiya hisobga tushishi davom etishi mumkin, lekin siz yangi karta olmaguningizcha undan foydalanish qiyinlashadi. Uchinchidan, kartani boshqa odamga berish xavfli. Men tushunaman, ko'p pensionerlar farzandiga ishonadi, kelinga ishonadi, nevarasiga ishonadi. Oilada ishonch bo'lishi yaxshi. Lekin huquqiy jihatdan karta egasi pensionerning o'zi. Agar pul noto'g'ri ishlatilsa, keyin isbotlash qiyin bo'ladi. Agar pensioner o'zi yura olmasa, qonuniy vakillik ishonchnoma yoki bank belgilagan tartib bo'yicha ish qilish kerak. Oddiy qilib aytganda, kartani berib yubordim. Endi pulim qayerga ketganini bilmayman degan holatga tushmaslik kerak. 4-dan, bankomat komissiyasiga e'tibor bering. Ba'zan pensioner boshqa bankomatidan pul yechadi va komissiya ushlanadi. Masalan, 1 million so'm yechmoqchi bo'lsangiz, xizmat haqi chiqishi mumkin. Har bir bankning sharti boshqa. Shu sababli imkon qadar o'z bankingiz bankomatidan foydalaning yoki oldindan komissiya bor yo'qligini tekshiring. Ayniqsa kichik pensiya oladigan insonlar uchun 10 ming, 20 ming so'm ham muhim pul. 5-dan, qarzdorlik va ijro hujjatlari masalasini ham bilish kerak. Agar pensionerning aliment, kredit, sud qarori yoki boshqa ijro hujjati bo'yicha qarzdorligi bo'lsa, ayrim hollarda hisob raqamiga cheklov qo'yilishi yoki mablag'dan ushlab qolish bo'lishi mumkin. Bu har bir vaziyatda alohida tartibda ko'riladi. Agar kartangizdagi pul ushlanib qolganini ko'rsangiz, faqat bankni ayblamang. Bankdan sababini so'rang. Agar ijro hujjati bo'lsa, majburiy ijro byurosi yoki tegishli organ bilan aniqlashtiring. 6-dan, vafot etgan pensionerning kartasidan pul yechish juda jiddiy masala. Ba'zi oilalarda shunday noto'g'ri tushuncha bor. Pensiya tushibdi, demak olsak bo'ladi. Yo'q, agar pensioner vafot etgan bo'lsa, uning nomiga keyin tushgan mablag'lar bo'yicha qonuniy tartib mavjud. Noqonuniy yechilgan pulni qaytarish talab qilinishi mumkin. Hatto javobgarlik masalasi ham tug'ilishi mumkin. Shuning uchun bunday vaziyatda darhol tegishli idoraga xabar berish va meros, dafn puli yoki boshqa to'lovlar bo'yicha qonuniy tartibda murojaat qilish kerak. 7-dan, pensiya kartasiga boshqa pullar ham tushishi mumkin. Farzand yuborgan pul, yordam puli, nafaqa, kompensatsiya yoki boshqa o'tkazmalar. Shuning uchun hisobingizdagi har bir tushumni ajratib bilish foydali. SMS xabarnomani o'qishni o'rganing. Agar tushum sababi tushunarsiz bo'lsa, bankdan ko'chirma oling. Ko'chirmada qachon?
qancha pul tushgani va qayerga ketgani ko'rinadi. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, kartangizni qo'lingizga oling va amal qilish muddatini tekshiring. Agar muddat tugagan bo'lsa yoki yaqin 1-2 oy ichida tugasa, bankingiz filialiga boring. O'zingiz bilan ID karta yoki pasportni oling. Agar bank talab qilsa, eski kartani ham olib boring. Yangi karta chiqarish tartibi va muddati bankka qarab farq qiladi. Shuning uchun oldindan telefon qilib so'rab olish ham mumkin. Ikkinchi qadam, telefon raqamingizni tekshiring. Pensiya kartangizga qaysi raqam ulangan? SMS'lar kelyaptimi? Kodlar o'z vaqtida kelyaptimi? Agar raqam ishlamasa, bankka borib yangilang. Bu ishni boshqa odamning telefoni orqali emas, imkon qadar o'zingiz ishlatadigan doimiy raqam orqali qiling. Chunki karta bo'yicha xabarnoma, tasdiqlash kodi va xavfsizlik ogohlantirishlari aynan shu raqamga keladi. Uchinchi qadam, PIN kod va maxfiy ma'lumotlar xavfsizligini tekshiring. PIN kodni kartaning ustiga yozmang. Hamma ichiga karta kodi 1234 deb yozib qo'ymang. Telefon kontaktlarga bank kodim deb saqlamang. Agar PIN kodni ko'pchilik bilib qolgan bo'lsa, bankomat yoki bank orqali uni almashtiring. Ayniqsa, kartangizni bir necha kishi ishlatgan bo'lsa, xavfsizlik uchun PIN kodni yangilash ma'qul. 4-qadam, pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlaringizni aniqlashtiring. Agar pasportingiz ID kartaga almashtirilgan bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa, familiyangiz o'zgargan bo'lsa yoki boshqa muhim hujjatlarda o'zgarish bo'lsa, hududiy pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Mening ma'lumotlarim tizimda to'g'rimi? Pensiya to'lov bo'yicha qo'shimcha hujjat kerak emasmi deb so'rang. Bu savolni berish uyat emas, aksincha o'z pulingizni himoya qilishdir. 5-qadam, har oy tushumlarni nazorat qiling. Pensiya odatda qaysi sanalarda tushishini bilib oling. Agar pul kechiksa, avval bankdan hisobingizni tekshiring. Bank pul tushmagan desa, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar bank pul tushgan, lekin karta bilan muammo bor desa, masala bankda hal qilinadi. Shuni ajratib olish kerak. Pensiya tayinlash va yuborish masalasi pensiya jamg'armasida, karta va hisob raqami bilan bog'liq texnik masalalar bankda bo'ladi. 6-qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Uyda alohida papka qiling. Unga ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uning nusxasi, bank kartasi shartnomasi yoki hisob ma'lumotlari, nogironlik hujjatlari bo'lsa, ularning nusxasi. Ishonchnoma bo'lsa, nusxasi, telefon raqami va bank filialining ma'lumotlarini joylab qo'ying. Hujjatlarning asl nusxasini har kimga berib yubormang. Agar nusxa kerak bo'lsa, nusxa bering. 7-qadam, agar pensioner yura olmasa, masalani oldindan qonuniy hal qiling. Ko'p oilalar muammo chiqqandan keyin yuguradi. Masalan, pensioner kasal bo'lib qoldi, bankka bora olmaydi, karta bloklangan. Endi qanday qilib pul olinadi? Bunday holatlarda bankdan masofaviy xizmat, ishonchnoma, vakil orqali murojaat qilish tartibini so'rash kerak. Notarial ishonchnoma kerak bo'ladigan holatlar ham bo'lishi mumkin. Buni muammo chiqqandan keyin emas, oldindan aniqlash eng to'g'ri yo'l. 8-qadam, firibgarlikdan himoyalaning. Agar sizga kimdir qo'ng'iroq qilib, pensiyangiz oshdi, kodni ayting, kartangiz bloklanadi, sizga prezident puli tushadi, bank kartangizni tekshiryapmiz desa, darhol ishonmang. Hech qanday kod aytmang. Karta raqamini, amal qilish muddatini, karta orqasidagi 3 xonali raqamni bermang. Agar shubhalansangiz, yaqinlaringizga ayting yoki bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Firibgarlar shoshiltiradi, qo'rqitadi. Hozir aytmasangiz pulingiz ketadi deydi. Haqiqiy rasmiy idora sizni telefon orqali maxfiy kod aytishga majburlamaydi. 9-qadam, bankdan ko'chirma olishni o'rganing. Agar kartadan pul kamaygan bo'lsa, qayerga ketdi deb taxmin qilmang. Bankdan hisob ko'chirmasini so'rang. Unda barcha kirim-chiqimlar ko'rsatiladi. Masalan, 1 million 3 ming so'm tushgan, 5 ming so'm bankomatdan yechilgan, 20 ming so'm do'konda to'langan, 30 ming so'm telefon uchun yechilgan bo'lishi mumkin. Ko'chirma pensionerga o'z pulini nazorat qilish imkonini beradi. 10-qadam, yaqinlaringiz bilan aniq kelishib oling. Agar farzandingiz sizga pul yechib berayotgan bo'lsa, har safar qancha yechilganini aytsin. Chekni olib kelsin yoki SMSni ko'rsatsin. Bu ishonchsizlik emas, bu tartib. Pul masalasida tartib bo'lsa, oilada tushunmovchilik kamayadi. Pensioner o'z pulining egasi ekanini his qilishi kerak. Agar muammo karta bilan bog'liq bo'lsa, masalan, karta ishlamayapti, PIN kod unutilgan, karta yo'qolgan, SMS kelmayapti, telefon raqami almashgan, bankomat pul bermagan bo'lsa, birinchi navbatda bankka murojaat qilasiz.
O'zingiz bilan ID karta yoki pasportni olib boring. Muammo bankomatda bo'lgan bo'lsa, qaysi bankomat, qaysi sana, taxminan qaysi vaqt, qancha summa yechmoqchi bo'lganingizni yozib oling. Agar muammo pensiya tayinlanishi miqdori, to'lovning kelmasligi, hujjatlar, nogironlik muddati, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki yashash joyi o'zgarishi bilan bog'liq bo'lsa, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilasiz. U yerga borganda savolingizni aniq ayting. Mening pensiyam kartaga tushmayapti. Mening hujjatim o'zgargan. Mening nogironlik muddatim bo'yicha nima qilishim kerak? Men boshqa tumanga ko'chdim. Pensiya ishimni qanday o'tkazaman? deb so'rang. Agar sizga nisbatan ijro cheklov qo'yilgan bo'lsa, bank faqat cheklov borligini aytishi mumkin. Sababini aniqlash uchun majburiy ijro byurosi yoki tegishli organ bilan bog'lanish kerak bo'ladi. Bunday vaziyatda hujjat talab qiling. Qaysi qaror, qaysi qarzdorlik, qancha summa, qaysi tashkilot foydasiga. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar firibgarlik bo'lgan bo'lsa, ya'ni kartangizdan siz ruxsat bermagan pul yechilgan bo'lsa, darhol bankka qo'ng'iroq qilib kartani bloklating. Keyin bankka yozma ariza bering. Zarur bo'lsa ichki ishlar organlariga murojaat qiling. Vaqtni cho'zmaslik juda muhim. Chunki pul bir necha hisob orqali tez o'tkazib yuborilishi mumkin. Pensiyani kartaga olish qulay, lekin bu qulaylik e'tibor talab qiladi. Men bugun sizga eng muhim narsalarni tushuntirdim. Karta muddatini tekshirish kerak. Telefon raqamini yangilab turish kerak. PIN kod va SMS kodni hech kimga bermaslik kerak. Hujjatlardagi o'zgarishlarni vaqtida bildirish kerak. Pensiya tushmasa bank va pensiya jamg'armasi vazifasini ajratib bilish kerak. Eng asosiysi, pensioner o'z kartasi va o'z puli ustidan nazoratni yo'qotmasligi kerak. Hozir videoni ko'rib bo'lganingizdan keyin bitta ish qiling. O'zingizning yoki ota-onangizning pensiya kartasini tekshiring. Muddati qachon tugaydi? SMS kelyaptimi? Telefon raqami to'g'rimi? PIN kod xavfsizmi? Shu oddiy tekshiruv keyinchalik katta muammoning oldini oladi. Sizda pensiya kartasi bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Pensiya kechikkanmi? Karta bloklanganmi? Bankda yoki pensiya jamg'armasida qanday holatga duch kelgansiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensiya oladigan yaqinlaringizga albatta yuboring.